Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz oyoqdan osish. Shu apparatimiz ko'pchiligiga tanish bo'lgan apparat. Uylarimizda ham yoki shu bel osish bo'yicha yoki belda muammosi bor odamlarga juda tanish apparat. Hop, buni foyda va zararli tomonlarini gaplashib chiqamiz. Kimlarga mumkin, kimlarga mumkin emas, qanaqa holatlarda osilishi kerak. Shu to'g'ri va noto'g'ri holatlarini gaplashamiz. Hop, bu apparat meni kuzatishlarim natijasida bel og'rig'i, ya'ni grijasi bor insonlarda 10 tadan bitta odamga tushadi deb tavsiya qila olaman. Chunki juda ko'p beli og'riydigan, ya'ni L4, L5, L5 S1 qismlarida muammosi bor odamlarda ko'pchilikda osilgandan keyin beli og'rib qoladi va natijada boshqacha muolaja qilishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun qanaqa qilib osilish kerak, nimadan keyin nima qilish kerakligini to'liq gaplashamiz. Kelinglar buni sinab ko'ramiz. Birinchi navbatda patsientning bo'ylarini so'rab olamiz. Shunga qarab nastroykalarni to'g'rilab olganimizdan keyin osishni boshlaymiz. Yaxshilab qotirib olamiz. Sal ochib oling oyog'ingizni. Yana. Yaxshimi? Qorib qolmadimi? Boshingizni orqaga tashlang. Xo'p. Sekin ko'taramiz. Qo'lingizni orqaga tashlayvering. Bo'sh. Agar og'rib qolsa aytasiz, tushundingizmi? Xo'p, bu apparatni qancha osilib turish kerak? Eng ko'pida masalan 5 daqiqa, 10 daqiqagacha osilib turish mumkin, lekin ehtiyot bo'lamiz. Belda og'riq kuchayib ketib qolsa yoki boshga qon bosimi kuchayib ketib qolsa, boshda og'riq paydo bo'lsa, qizib ketsangiz yoki shunaqa holat, oyoq achishib ketsa, masalan, to'xtatgan ma'qul. Yaxshimisiz? Birinchi kelgan odamga ozgina dam oltiramiz bundoq. Sekin yarmiga holatga olib kelib olamiz-da. Ozgina dam olgandan keyin men odatda 3 marta osaman. Dam oltirib osaman. Sekin qonni ham aylanib olganini hisobiga sekin osamiz. Qo'lingizni osiltirib oling. Ko'pchilik bel og'riganligi sababli har xil muolajalarni qidirishadi. Bu muolaja ham ba'zi bemorlarga tushadi. Shuni hisobiga shunaqa apparatlardan foydalanishadi. Shunaqa. Ikkinchi marta ham sal dam oltiramiz-da. Ozgina dam olganlardan keyin yana uchinchisiga osamiz. Belingiz og'rimayaptimi? Yaxshimi? So'rash kerak. Belingiz og'rimayaptimi, boshingiz og'rib turib qolmadimi deb so'rash kerak-da bemorlardan. Agar o'zi tushmagan odamga bor-ku, tushmagan odamga o'zi sirazi bilinadi. Beli og'rib qoladi yoki boshlari og'rib qoladi, qanaqadir неприятный bo'lib qoladi. Yo bo'ldi deydi masalan. Masalan, давленияsi bor odamlarga sirazi ta'sir qiladi. Tushmaydi ko'pincha. Eng yomoni beli qo'zg'ab qolishi. Eski holatidan ham yomon og'rib qoladi. Shunisi yomon. Keyin uni tuzatib olgunizcha yana boshidan muolajalar qilish kerak. Ko'p osgan o'zi ma'qul emas bir. 1-2 daqiqa uzog'i eng yaxshisi. O'zi 1 daqiqada ham og'riqlar ham ancha qo'yib yuboradi. Yaxshimisiz? Bu sekin tushiramiz endi. Ozgina 10 sekundcha dam oltiramiz-da, keyin sekin tushiramiz. Shu bilan osishni ham tugatamiz. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, ya'ni bel og'rig'i, grijja, osteoxondroz, protruzia, artrit, artroz, shunga o'xshagan holatlar yuz berayotgan bo'lsa, bemalol doktor Muxtorov klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Nomerlarimiz pastda yozib qoldirilgan. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' va salomat bo'linglar.